Bu videomizni endi uylanadigan yosh yigitlar uchun chiqardik yoki umuman hamma erkaklar uchun desak ham bo'ladi. Mana shu 7 ta odatni amalga oshirmang, Xudo xolasa farzand ko'rish bilan umuman muammo bo'lmaydi. Bu videomizda albatta uylanmagan barcha yigitlarga tashlab qo'yinglar. Xo'p, birinchisi uyqu. Har doim videomizda uyqu haqida, aynan zaiflikda gapirganda ham aytib o'tganmiz. Uyqu juda muhim. Kechasi to'g'ri 8 soat uxlansa, organizmda barcha gormonlar yaxshi ishlab chiqariladi. Organizm dam oladi, organizm o'zini tiklaydi, organizm stress holatidan chiqib ketadi. Va shuni hisobidan organizm sog'lom bo'ladi. Va sog'lom organizmda albatta sperma holati yaxshi bo'ladi. Sperma holati yaxshi bo'ladigan bo'lsa, farzand bilan hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Ayniqsa kechqurun surunkali uxlamaydiganlarda tayyor turinglar. Zaiflik hamda farzand bilan bog'liq muammolar sog'lom uxlaydigan insonlarga nisbatan sizlarda ko'proq bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, issiqlik. Uyda yotgan holatda kompyuterni tizzangizga tirab olasiz yoki qorningizga qo'yib olasiz yoki pastroqqa. Kompyuterdan chiqadigan issiqlik to'g'ridan-to'g'ri tuxumga ta'sir qiladi. Agarda xuddi shunaqa holatda uzoq muddatda foydalansangiz, to'g'ridan-to'g'ri tuxumga ta'sir qiladigan issiqlik urug' sifatiga ta'sir qiladi. Chunki tuxumlar sovuqroq muhitni yoqtirishadi. Zararli odatlar. Ichish, chekish. Agar siz ichsangiz, cheksangiz uylanishingizdan oldin kamida 3-4 oy davomida 3-4 oy oldin buni to'xtating to'liq. Ya'ni to'liq sog'lom spermalar ishlab chiqarilish uchun 90 kun vaqt ketadi. Shuning uchun ham agarda 3 oy oldin to'xtatilsa, organizm to'liq o'ziga kelib tiklanib olishiga yordam beradi. Va albatta zararli odatlarni to'liq tashlash kerak. U ichish bo'ladimi, chekish bo'ladimi, qanaqadir narkotikalar bo'ladimi, bular hammasi ziyon va bu spermani holatini juda ham yomon holatga tushiradi. Hatto spermani DNKsiga ta'sir qilishi orqali ketma-ket farzand tushishiga ham sabab bo'ladi. Kam harakat hayot tarzi. Harakatni ko'paytirish kerak. Kuniga o'ldim deganda 10,000 qadam yurish kerak yoki kunora sport bilan shug'ullanish kerak. Doimiy harakat erkak kishida testosteron miqdorini yuqoriligini ta'minlab beradi. Doimiy harakat kaloriya, energiyani yo'qolish hisobiga erkak kishini semirib ketishini oldini oladi. Semirgan, testosteroni past erkakda urug' sifati hech qachon yaxshi bo'lmaydi. Lekin yaxshi kelishgan, doimiy harakat qilib testosteron yuqori yuradigan erkakda sperma sifati zo'r bo'ladi. Stress. Stressga ko'p chalinmaslik kerak. Buni aytish oson, lekin iloji boricha harakat qilish kerak. Hamma stressni har xil yengadi. Kimdir stress vaqtida sport bilan shug'ullanadi, kimdir kitob o'qiydi, kimdir namoz o'qiydi masalan, meditatsiya qiladi. Ya'ni stressni iloji boricha yengish kerak va bunga e'tibor bermaslik kerak, chunki stress paytida organizmda kortizol gormoni ko'payib ketadi va bu esa testosteron miqdorini pasaytirib, sizning umumiy holatingizga yomon ta'sir qiladi. Noto'g'ri ovqatlanish, fast food mahsulotlari, kola, turli xildagi energetik mahsulotlarni doimiy ravishda surunkali iste'mol qilish organizmdagi yomon, zararli yog'larni ko'payishiga olib keladi. Va bu yog'lar esa organizmda oksidativ stress degan zaharlanish jarayonini keltirib chiqaradi. Va bu holat esa spermalarning sifatiga ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun ham kola, Fanta, Sprite, shunga o'xshagan ichimliklar, energetiklar albatta ichishni, ya'ni doimiy ravishda surunkali ichishni kamaytirishingiz kerak bo'ladi. 7-inchisi esa ichki kiyim masalasida. Iloji boricha tor ichki kiyim emas, boksyorskiy ichki kiyimlar bor. Ya'ni ular tor ham emas, juda ham keng ham emas, o'rtada bo'ladi. Chunki tor ichki kiyim kiyishingiz tuxumlarni issiqlik haroratini ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Bu esa ularda spermatogenez, sperma ishlab chiqarish jarayoni buzilishiga olib keladi. Ular doimiy ravishda kengroq holatda tursagina to'liq o'zini funksiyasini, ya'ni sperma va testosteron ishlab chiqarish funksiyasini bajara oladi. Demak, bu tavsiyalar oddiy bo'lishi mumkin, lekin agar doimiy shu tavsiyalarga amal qilsangiz, sizda farzand ko'rish bilan bog'liq muammolar kamroq uchraydi. Farzand ko'rish bilan bog'liq muammolar agarda sizda bo'lsa, pastdagi raqamlar orqali bog'lanishingiz mumkin. Bizning Telegram kanalimizga a'zo bo'ling. U yerda necha yillardan beri
minglab bemorlarni natijalarini qo'yib boramiz va farzandsizlik holati bilan albatta har bir bemorga individual yordam berishga harakat qilamiz. Agarda sizda ham xuddi shunday muammolar bo'lsa, pastdagi raqamlar orqali aloqaga chiqishingiz mumkin.